So'nggi soatlarda Yaqin Sharq mintaqasida keskinlik oshib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Eron Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoniy Isroilning tungi hujumlari oqibatida halok bo'ldi. Bu voqea Eron siyosiy va harbiy doiralari uchun katta yo'qotish sifatida baholanmoqda. Xabarda aytilishicha, Larijoniy bilan birga uning o'g'li Murtazo Larijoniy, Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Alirizo Bayot hamda bir guruh qo'riqchilar ham halok bo'lgan. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Larijoniy vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirib, bunga javoban qattiq qasos olishga va'da qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Larijoniy Milliy xavfsizlik kengashidagi faoliyati davomida mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, islomiy davlatlar o'rtasida birdamlikni kuchaytirish uchun katta hissa qo'shgan. Kecha 17-mart kuni Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz Larijoniy o'tgan tunda Eronga berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lganini ma'lum qilgan edi. Isroil Katz o'sha hujumda Basij xalq lashkari qo'mondoni general-mayor G'ulomrizo Sulaymoniy ham halok bo'lganini aytib o'tdi. Bu ma'lumotni Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ham tasdiqlagan. Korpus ma'lumotlariga ko'ra, Larijoniy, Sulaymoniy va boshqa halok bo'lganlar 18-mart kuni dafn etilishi aytilgan. Shu bilan birga bugun tunda Eron tomonidan Tel Avivga raketalar yomg'iri uyushtirilgani xabar qilinmoqda. Eron tomoni Isroil hududini kassetali raketalar bilan nishonga olgan. Ushbu raketalar portlash vaqtida ichidan o'nlab kichik sub-munitsiyalarni sochib, keng hududni zarbaga uchratadi. Shu sababli raketa hujumlari shahar hududida katta xavf va talafot keltirib chiqardi. Eronning rasmiy manbalariga ko'ra, bu hujumlar Isroilning tungi havo zarbalariga javoban amalga oshirilgan. Mintaqadagi siyosiy va harbiy kuchlar nazarida bu voqealar keskinlikni oshirishi va yangi harbiy harakatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu orada Eron tomonidan amalga oshirilgan ommaviy raketa hujumi oqibatida Tel Aviv markazida joylashgan Savidor temir yo'l stansiyasida jiddiy vayronagarchiliklar qayd etilgan. Bu haqda Isroilning Kan davlat teleradio kompaniyasi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, vokzal majmuasiga ham, yo'llarda turgan poyezdga ham zarar yetgan. Shuningdek, platforma shikastlangan. Zararlanish hujum qaytarilgandan so'ng raketa parchalari yoki zarba beruvchi elementlarning qulashi oqibatida yuzaga kelgan. Isroil tez tibbiy yordam xizmati matbuot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, kamida 2 kishi og'ir jarohat olgan. Qutqaruvchilar bir necha hodisa joylarini ko'zdan kechirmoqda. Xabar qilinishicha, zarba berishda kassetali o'q-dorilardan foydalanilgan. Stansiyadan tashqari vayronagarchiliklar Tel Aviv va qo'shni Ramat Gan shahridagi o'nlab turar joy binolariga ham ta'sir qilgan. U yerda halok bo'lganlar ham borligi aytilmoqda. Tel Avivdan sharqroqda joylashgan Holon Junction stansiyasi hududida raketa parchalari tushishi xavfi tufayli Tel Aviv va Rishon Letsion o'rtasidagi gavjum yo'nalishda poyezdlar harakati vaqtincha to'xtatilgan. Politsiya poytaxt okrugining bir nechta nuqtalarida raketa parchalari topilganini tasdiqlagan. Sodiq Va'da To'r deb nomlangan operatsiya mojaro boshlanganidan beri 61-marotaba amalga oshirilgan javob zarbasi bo'ldi. Korpus ma'lumotlariga ko'ra, Tel Aviv markazida 100 dan ortiq nishon zararlangan. Ular orasida harbiy va kuch tuzilmalari obyektlari ham bor. Shuningdek, raketalar Isroilning havo hujumidan mudofaa tizimining hech qanday to'siqsiz yorib o'tgan. Eron tomonining baholashicha, zarbalar oqibatida 230 dan ortiq harbiy xizmatchi halok bo'lgani yoki yaralangani aytilmoqda. Tel Avivdan tashqari hujumlar quyidagi hududlarga ham qaratilgan: Quddus, Hayfa porti, Bersheva shahri va Negev cho'li. Shu bilan birga Eron kuchlari Qatar, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt va Saudiya Arabistonidagi AQSh harbiy bazalariga ham zarbalar berganini ma'lum qilgan. Isroil esa hozircha bu borada rasmiy pozitsiyani bildirmadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Eron tomonidan berilgan javob zarbalari, jumladan Tel Avivga raketa hujumlari, mintaqadagi harbiy keskinlikning yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa nafaqat harbiy obyektlar, balki oddiy fuqarolar hayotiga ham xavf solmoqda. Xulosa qilib aytganda, Ali Larijoniy halok bo'lgani haqidagi xabar Eronning Isroil bilan bo'lgan mojaro va kecha tunda Tel Avivga uyushtirilgan kassetali raketa hujumlari mintaqada yangi harbiy va siyosiy davrni boshlashi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzmon TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Video ostidagi havola orqali ilovamizni yuklab oling, O'zbekiston va jahon xabarlaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'ling. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.